Bu latta, to'g'rimi? Bundan kimdir mana bu tarzda foydalanadi, to'g'rimi? Bog'laydi, to'yga boradi, ma'rakaga boradi. Mana shu jonsiz latta o'zini missiyasini bajaryapti. Mana bo'ldi, tamoman bog'landi, meni ushlab turdi, to'g'rimi? Bu latta. Siz latta emas, siz tirik inson, ayniqsa erkak. Shuning uchun suyaklaringizni ko'tarib, o'zingiz ushlamasangiz, sizni suyagingizni ko'taradigan ahmoq yo'q. Sizni ustingizga chiqib, xohlagan ishini qiladigan zo'r bo'ladi lekin suyagingizni chiqarib, ichingizga kirib olib, mushaklaringizni bir-biriga bog'lab, tortib, mamdaqa qilib bog'lab beradigan akushar yo'q. Siz o'zingiz qo'lga olishingiz kerak o'zingizni. Mana ko'ryapsiz, keldingiz. 1 soat oldin keldingiz oyingiz bilan, uzoqdan. O'z vaqtida keldingiz. Shunday ataylab qarayapman, 12 dagi darsiga o'zi kelarmikin yo taklifnoma kutarmikin? Ha, ko'ryapsiz, 5 da kam 12 bo'ldi, sizni hech kim chaqirmayapti. Ko'ryapsiz, 12 bo'ldi, hech kim sizni chaqirmayapti. 12:03 bo'ldi, hech kim sizni chaqirmayaptimi? Bezlikni qo'shib taqillating. Tamom, mana taqillating. Taqillating shuni. Shunday oching shuni. 12 da darsim, men kiraman deng. Kirmoqchiman, kirsam maylimi demang, kiraman deng. Xo'p bo'ladi ustoz. Bu sizga hayotingizning eng katta birinchi dars.